11 gol o'tkazishimizga 0 ochko bilan Sharmandalar to'riga qaytishimizga Ufa rahbariyati Fabio Cannavaro'da bu skirt shuncha davlatda shuncha klubda ishladi. Bugun erta tongda milliy terma jamoamiz hamda Kongo Respublikasi o'rtasidagi jahon chempionatining 3-bosqich uchrashuvi bo'lib o'tdi va unda milliy terma jamoamiz 3-1 hisobda Kongoga mag'lubiyatga uchradi. Xo'p, assalomu alaykum YouTube ahliga. Hozir O'zbekiston yutqazdi 3-1 ga Kongoga. Nima deymiz endi? Kutuvdim. Men o'zi futbolga qiziqmayman, lekin kutuvdim. Umid qildim. O'zbekiston hech bo'lmasa guruhdan chiqadi deb o'ylagandim. Lekin Kongoga 3-1 ga yutqazdi. Meni fikrim bu bolalar harakat qildi. Mana Fayzullayev yaxshi o'ynadi, harakat qildi, jon kuydirdi. Eldor Shomurodov degani mana Husanov. Bolalar harakat qildi endi. O'zim kommentariyalar o'qiyapman, hamma har xil gaplar yozyapti. Futbolchilar o'yna olmaydi deyapti, u deyapti, bu deyapti. Haqorat qilyapti. Har xil videoda. Bu meni fikrim, bolalar harakat qildi. Kim qanday fikrda bilmadim, lekin meni fikrim bolalar harakat qildi. Bolalar sizlarga gap yo'q. Harakat qildilaring, qo'llaringdan kelgancha harakat qildilaring. Endi bu safar yutmagan bo'lsalaring, keyingi safar yana kamchilikni ko'rdilaring. Harakat qilib kamchilikni to'g'rilab keyingi chempionatda yaxshi natijaga nima qilasizlar, erishasizlar. Omad sizlarga bolalar. Ishlaringga omad.